Mana 5 vaqt namoz o'qigan insonga Alloh taolo bergan fazilatlar 5 ta mana. Bo'lib ham bu 5 ta fazilatlar eng zo'rlari qani. Dunyodan sizni hayotingizdan, rizqingizdan tayinlaydi olib qo'yadi. Hayotingiz munavvar bo'ladi. Hayotingiz barakali bo'ladi. Rizqingiz keng bo'ladi. Pulingiz ko'p bo'ladi. Yuzingiz yorug' bo'ladi. Hamma inson sizni yaxshi ko'radi. Rizqida, maishatda, hayotda tayinlik bo'lmaydi. Qani endi oxirat ne'matlarining eng tojini berar ekan Xudo taolo. Qabr azobini Alloh ko'taradi deyam. Nomagi a'molini o'ng qo'ldan beradi. Sirotning ustidan chaqmoq kabi o'tib ketadi va jannatga behisob kiradi o'sha bandlar. Bu payg'ambarlarga berilgan daraja, azizlar. Payg'ambarlarga, shahidlarga, siddiqlarga berilgan daraja bu. Bu dunyoda 5 vaqt namozni o'qigan insonga berilgan Allohning bu fazilat, buni payg'ambarlarga beradi. Lekin siz bilan men shu dangasalik qilmay, bomdodni turib, asrni o'qib, shomni shu 5 vaqt namozga paydo bo'laylik, azizlar. Ortiqcha og'ir narsa talab qilingan yo'q bizda.